Xo'sh, qizlar topinglar-chi, bu nima o'zi? Yaqinda sun'iy intellektdan stranичкамni obzor qilib berishini so'radim. Stranичкам to'g'risida aql bovar qilmas ayb topdi. O'sha ayb nimaligini aytib berishimdan oldin mashsalat sizlarga o'rgatmasam bo'lmaydi. Baqlajonlarni o'rta qismini shunaqa qilib olib, ichki qismini kubik qilib to'g'rab, piyoz, bolgarskiy, pomidor, chesnok hamda har xil pripravalar bilan qovuramiz. Xuddi ikraga o'xshagan massa bo'ladi. 10 minutginaga dimlaymiz. Ungacha blok olish jarayonidagi mana shunaqa sarg'ayib ketgan salfetkalarni hozir sizlar bilan birga Bafi bilan oqartiramiz. 100% eko mahsulot Germaniya komponentlari bilan hamma oshxona sochiqlarini oppoq qilish xususiyatiga ega. Ana endi baqlajonlarni asosiy частиga o'tamiz. Suxarini blenderda maydalab, unga oq kunjut qo'shamiz. Alohida idishda un, ozgincha kraxmal, paprika, chesnochniy priprava hamda tuz. Kolechka shaklida kesib olingan baqlajonlarni xuddi shu ketma-ketlikda bulg'ab qovurib olamiz. Tarelkani tagiga avval suzmadan surib, ustidan qolgan massani yig'amiz. Endi ChatGPT blokim to'g'risida topgan kamchilikka keladigan bo'lsak, sahifam haddan tashqari estetik. Bu xatolikni to'g'rilashga harakat qilib maslahat berdi. Bu borada sizlarning fikringiz ham juda ham qiziq. Kommentariyda yozib keting.